Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiya dese de Qacır Ozi. Washington'da sözleyimiz bugünkü islağa 2021 yıl 11 ayının 17. günü hürmetli vatandaşım. Vaziyet 24 saatki yeter yetmey yani özgerdi. Amerika Qo'shma Shtatlarning prezidenti Joe Biden xabarlarga asoslanganda yaqinda Beijingda o'tkaziladigan qishliq olimpik marosimini diplomatik ravishda rad qiladiganligini yoki cheklaydiganligini to'g'risida xabar keldi, hurmatli vatandosh. Demak, siz buni ko'rib olasizki, bu qatimqi suhbat Aksaray ko'rsatgandek, Aksaray degandek naticelik bo'lmadi. Chunki Jungo o'zini ko'rsatdi degan gap. Buni qo'yib turaylik. Endi vaziyat to'g'risida, ikkinchisi vaziyat to'g'risida Qozoqning o'g'li Bağrım Qozoq İlhan İbrahim sizin bugün torbiyetede YouTube'da sözlüğe leksiyonuzu anladım. Siz gibi Qozoq halkıga rahmet. Siz gibi Qozoq halkıga salam. To'liq tushundimmi, bilmedim, lekin az to'liq tushundim. Çünkü Qozoq bilan yashagan, Qozoq bilan birga yashagan, Qozoq bilan birga maktablarda birga ishlagan odamman. Rahmet sizga. Bağrım Qozoq. İlhan İbrahim. Üçüncü, özümün vaziyetini aytganda rahmetlik dostum Mehmetcan Raşidov. Uyg'urning o'g'li Adi mukofot. Uyg'urning shoiri Adi mukofot. Lekin qalb to'ridan, har bir Uyg'urning qalb to'ridan sana senin vafatına ta'ziye bildirgen her bir Uygur Allah'tan sana cennet verişini talep kılır. Bu doğruda tөгün toxtuluşu mümkün. Yeter cayan cennet olsun. Uygur'un oğlu, Uygur'un şairi Mehmetcan Raşidov. Enlikte bugün vatandaşlara sözleydiği leksimiz iki parça. Ben dedim başta 24 saat vakit yeter yetmez 24 saat içinde vaziyette özgürlük bol. Birinci mavzumunda vatandaşım ciddi haber. Washington Post'si gazete Amerika yakında Beijing qishliq olimpik murosimi o'tkazishini diplomatik yol bilan cheklashni e'lon qildi. Deb ko'rsatdi mavzuli xabar 11 ayning 16 kuni Tayvan markaziy agentligi tarafidan e'lon qilindi. Xabar undaq boshlandi. Prezident Joe Biden bilan Rais Xi Jinping suhbati oxirlashdi. Washington Post'si gazeti maxsus yozuvchi Josh Rogan bugün xabardor kishilarning so'zlaridan naql keltirib bunda ko'rsatdi. Prezident Joe Biden hukumatining mushu ayning oxiridan burun Beijing qishliq olimpik marosimini diplomatik yo'l bilan cheklaydiganligini qiyos qilishga bo'ladi. Amerika taraf bu qarorni ittifoqdoshlarga bildirib qo'ydi. Lekin ular Amerika bilan birlikda shunda qilamdi, o'zlari belgilaydi. Amerika Birleşme Agentligi yuqorida ko'rsatdi. Endi xabar Amerika Jungo davlat boshliqlari yig'ini amdila oxirlashdi. Beijing qishliq olimpik marosimiga 3 oylik vaqt qoldi. Kishilik huquq tashkilotining Beijing qishliq olimpik marosimini cheklash sadolari dünyada üzülmedi. Amerika Maliye Matbuatı CNBC
xabardar kishilarning so'zlaridan naql keltirib, mundaq ko'rsatgan edi. Cumhurbaşkanı Reis Xi Jinping ikki davlat suhbati jarayonida o'zi bevosita Prezident Joe Bidenni qishloq olimpik murosimiga yoki Beijingda o'tkaziladigan qishloq olimpik murosimiga ko'rakka taklif qiladi deyilgan. Qiyos qilingan. Lekin Amerikaning nopozliq amaldorlari oshkorlab mundaq ko'rsatdi. Beijing qishloq olimpik murosim masalasi Prezident Joe Biden bilan Reis Xi Jinping o'tkazgan 3,5 soatlik suhbatda tilga elinmadi. Washington Post diplomatiya ishlari maxsus to'y yozuvchi Josh Rogan bugun xabardor kishilarning so'zlaridan naql keltirib, mundaq ko'rsatdi. Aqsaray yaqinda Prezident Joe Bidenning va Amerika hukumati amaldorlarining Beijing qishloq olimpik murosimi qatnashmaydiganligini e'lon qildi. Amerika hukumatining ishki qismida Beijing qishloq olimpik murosimini diplomatik ravishda rasmiy cheklashni taklif qildi. Mushu oyning oxirigacha bu taklif tasdiqlanishi mumkin deyilmoqda. Maxsus to'y yozuvchi Rogan mundaq ko'rsatdi. Amerika taraf shuning uchun Beijing qishloq olimpik murosimini diplomatik ravishda cheklaydi-ki, Amerikaning tantarbiya moyirlariga ta'sir yetmagan ahvol ostida Beijing tarafdan kishilik huquqqa tajovuz qilishiga mushu yo'l orqali javob qaytardi.